Assalomu alaykum. Hurmatli asalarichi aka-ukalar. Kechqurun bir joydan ro'y ushladik. Mana qarang. Arilar rosa chiroyli joylashib uyda ish boshlabdi. Ro'y ushladik. Olib kelib yashiqqa joyladim. O'zi ham arilar rosa ko'p ekan. Hisobda 3 ta bezovta qilmaylik, hozir bitta, ikkita, 3 ta romka to'la ari. Ona arisini ham ko'rdim. Yangi ona ari ekan, chiroyli. Bakfast ekan. Sariq. Ikkinchi safar ochganda ko'rsataman, bezovta qilmaylik. Yangi ari. Mana hozir endi astoydil joylashib ishlashyapti. Eng qizig'i uyimizda ari yo'q edi, gullarda ham arilar yo'q edi. Mana kecha ari olib keldik, arilar gullarimizga kelib mana endi chiroyli ishlashyapti mana. Gulchanglarda. Qarang. Xudo berib bitta ari ushlabmiz. Uyimizga asalari to'ldi mana. Mayli salomat bo'linglar. Bu asalarini rivojlanishi to'g'risida keyingi sahifalarda yana bir aytib o'tarmiz. Sog' bo'linglar.